O'zing chiqsang bo'lmaydimi? Bilmayman, chiqishim kerak. Siz Dilfuza qalaysiz, yaxshimisiz? Menga qara. Bechara yolg'iz ayol. Narsalar bemalol. tirishma. Tirishayotganmi? Bemalol. Keling, qarashib yuboraman. Voy, ma'qul. Og'irligini qarang. Emas, ma'qul. Ay, yuring, mashinangizgacha olib chiqib yuboraman. Yuring. Charchamadingizmi o'zingiz? Gap bo'lishi mumkin emas. Mashinani ham dodasini olibsiz-da. Bo'ldi. Dilfuza, agar mabodo qiynaladigan bo'lsangiz, o'zim xarajatlaringizni qilib beraman. Nima deysiz? Sizdan menga hech qanaqa yordam kerak emas. Ko'rsizlarmi? Voy, buni umuman iloji yo'q. Hozir qo'shnilar ustimdan jalbaq tashashadi. Sal tezroq kelinglar, iltimos. Qo'shni, nima muammo? Nima edi? Endi aytaman-da, telefon qo'yib voqima, nimadir yordam bo'lsa, Ha, turbadan suv yorilib ketibdi. Usta topolmayapman. Hozir qo'shnilar jalba qiladi. menga qarang, agar shu muammo bo'lsa, men o'zim hal qilib beraman sizga. Hozir kutgunizchi, bekorga yomon narsa bo'lishi mumkin. Yuring, o'zim qilib beraman. Ha, bo'pti, yuring. Mana ishlarni bitirdik. Dilfuza, baribir boshqachasi. Nima deganingiz bu? Nima haqqingiz bor menga unaqa degani? Men sizga yomon gap gapirganim yo'q. Hozir xotiningiz bilan gaplashaman. Davay chiqib keting uyimdan. Men sizga yomon gap gapirdimmi? Keting deyapman sizga. Yaxshilikni bilmagan. Charchag'ingni. Uyalmaysizmi? Betingiz bormi? Men senga hozir Shaharmandim.